Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Bugungi darvozamizning Toshkent shahar, Parkent tumani, Samsariya qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Shu darvozamiz kazirogi bilan birgalikda dastavkasi hamma yo'q ichida qilib tayyorlab berdik. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr bo'ldi, bo'yiga 320 razmerda. Kazirogimiz 4,5 metr. Oldi ko'rinish chiqishi 210 hisobida bo'ldi. 1.8lik qalin ishli darvozamiz. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena qalinlikda. Stoykalarimiz 12 ga 8 stoykadan qilib berdik, chiroyli qilib. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi tekis ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Doim xizmatlaringdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 12 million bo'ldi. Kazirogimiz 6 millionga, dastavkasi ham yo'q ichida 18 millionga olib kelib o'rnatib berdik.